Ho'p, qaranglar, bugun boshlab oldik. Tahlil qilamiz buni ham. Bitta narsani ta'kidlab ketay, bolalar. Reading challenge 1 tugatamiz. Reading challenge 2 tugatamiz. Keyin, ya'ni IELTS degan kitob bor, ya'ni reading. IELTS ga moslangan kitob bor. O'shani bajarsanglar bo'ldi. Ya'ni ketma-ketligida. Buni reading challenge 1 tugatamiz. Keyin reading challenge 2 bor. Uni ham tugatamiz. Keyin undan keyin IELTS ga o'tamiz. IELTS da ya'ni qisman tugatsanglar, keyin IELTS ga o'tib ketaverasizlar. Tushunarli? Ya'ni bitta narsani ta'kidlab ketaman, bolalar. Har bitta o'tilayotgan mavzuni birma-bir tahlil qilamiz. Ya'ni keyin tarjima ham qilamiz. Prosta o'qib qo'ydim, bo'ldi, tugatdim degan narsa emas. Keyin bitta narsada 100 xil manbani o'qib chiqish shart emas. Ya'ni misol ingliz tilini o'rganish uchun yoki IELTS olish uchun 100 xil yoki bir 1000 xil kitob o'qib chiqish shart emas. Ikkita uchta manbani chiroyli halol pok tugatsanglar bo'ldi. O'sha boshqa kitobda ham ingliz tili mana shu, bu kitobda ham ingliz tili o'sha ingliz tili. Ma'lumotlar yoki chiqadigan so'zlar bir xil bo'ladi. Yoki misol aytaylik, mana Reading Challenge 1dagi chiqadigan so'zlar ko'pincha Essentialga to'g'ri keladi. Ya'ni o'shancha bu kitob tavsiya qilingan. Ya'ni bugun birinchi, ya'ni unitni tahlil qilamiz, ya'ni Reading Challenge birinchi qism kitobini qismi bo'yicha. Ya'ni bizda birinchi unit, ya'ni The Ice Hotel. Bizda birinchi qiladigan ishimiz bu yerda 6 tali jumlani, ya'ni ma'nodosh qismini topib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda tagiga chizilgan chiziq, tagiga chizilgan so'zlar orqali. The first one, it's freezing cold outside in winter. Ya'ni qishda ko'cha juda ham sovuq. Ya'ni muzlatadigan sovuq degan ma'noni bildiryapti. Bu yerda ma'nosi ice ga o'xshaydi. Ya'ni like ice degani muz kabi degan ma'noni. Ya'ni bu yerga C ni olib ketamiz degani. Xo'p, ikkini o'qingchi Behruz. The ice hotel is very cold. Surprisingly, people like to stay there. There, okay. Uh, O'ylang Behruz. Nima bo'ladi tarjimasi? Different bo'lam? Xo'p, surprisingly? Yo'q. Tarjima qilingchi avval. But in fact bo'lam yo. But in fact bo'ladi. Tarjima qiling jumlani. Muzli mehmonxona juda sovuq. Hayratlanarlisi odamlar u yerda qolishni yoqtirishadi. To'g'ri. Qaranglarda, bu yerda surprisingly'ni o'zi o'rni bor. Ya'ni o'zini o'rni borda surprisingly, ya'ni birinchi, ya'ni A tarafdagi gapingiz B tarafga hayratlanarli bo'lishi kerak. Ya'ni hayratlanish kerak. Yo'q degan ma'noni bildirish kerak. Ya'ni bir-biriga zid fikr bo'lishi mumkin degan ma'noda. Shu narsaga e'tibor beringlar-da, har bitta o'tilayotgan bog'lovchini yoki kirish so'zini o'ziga yarasha ahamiyati bor. Surprisingly degani hayratlanarlisi degan ma'noni bildiryapti ekan. Xo'p, surprisingly yozib ketaman buni ham. Hayratlanarlisi deb yodlaysizlar buni. Hayratlanarlisi. Bu yerda bog'lovchi sifatida kelaveradi. Xo'p, keyingisi Dilrabo 3 o'qingchi. Dilrabo mikrofonni yoqib 3 o'qing. These dishes are these dishes are ovozim boryaptimi domla? Ha, kelyapti. O'qing. These dishes are very unusual. This is the first time I've seen dishes made of ice. Okay. Bu yerda unusual kelyapti, odatiy bo'lmagan, noyob. Biz bunga different olamiz. Different. Turlicha, har xil degan ma'no. Hop. Endi tarjima qiling. Dishes bu yerda o'sha idishlar ma'nosida kelgan, To'g'ri. Dish degani bu yerda idish degan ma'noda kelyapti. U idishlar ham juda noodatiy ekan, noyob ekan. Bu idishlar birinchi marta men o'sha muzdan yasalganini ko'rganman. Hop, tarjimaga e'tibor beramiz. Xato bor bu yerda, to'xtating. Boshqacha degan ma'noda bo'ladi. Hozir to'g'rilab ketamiz. Menimcha naushnikda bo'lsangiz kerak. Dilrabo, ovozingiz o'ta past kelyapti-da. Yoki AirPods taqib olgansiz shekilli. Yechib qo'ysangiz yaxshiroq. Qarang. This talaffuziga e'tibor beringlar-da, qaranglar mana. Nima farqi bor mana this bilan? Ya'ni bu bilan buni talaffuzda nima farqi bor mana? Dilrabo, sizga savol.
Ya'ni talaffuzdagi farqini aytingchi mana. Bu bilan bularni farqini. Qani ajratib olamiz? Birinchisini this deymiz. Mhm. Ikkincisini this deymiz. Yo'q, ya'ni talaffuz darsini ko'rgan bo'lsangiz, mana uni qisqa holatda o'qiysiz mana. This. Ikkinchisini esa these deb o'qishingiz kerak. Tushunarli-ya? O'rgatib ketaman har safar. Ya'ni these dishes are very unusual. Ya'ni bu idishlar juda ham g'ayritabiiy. This is the first time I have seen dishes made of ice. Ya'ni bu meni birinchi marta ko'rishim. Ya'ni idish tovoqlarni muzdan yasalganini. Ya'ni muzdan yasalgan idishlarni birinchi marotaba ko'rishim. Tarjima shunaqa bo'lishi kerak. Tushunarli-ya? To'rda o'qing, Behruz. There is no other hotel like this in the world. It's unique. Okay. Uh, bu mehmonxona anaqa dunyoda boshqa mehmonxonalarga o'xshamaydi deyapti. Xo'p, ya'ni bu kabi mehmonxona dunyoda yo'q deyapti yana. There is Yo'q. no other hotel like this in the world. Okay. It's unique. Bu noodatiy. Noodatiy emas, yagona deb gapirsak to'g'ri kelsa Ha. kerak, a? Javobingiz qaysi bo'ldi? One of a kindmi? One of a kind. One of a kind. To'g'ri. Ya'ni bir O'zgacha. turdagi, o'zgacha, o'ziga yarasha degan ma'noda. Xo'p, yaxshi. 5 da o'qing, Dilrabo. I can't believe how large this hotel is. It is amazing. Amazing. Okay. Tarjimasi men katta mehmonxona. Bu katta mehmonxonaga ishonolmayman. U juda ham hayratlanarli. Bunga unbelievable to'g'ri keladi. Unbelievable. Ya'ni bu yerda ishonib bo'lmas yoki hayratlanarli degan ma'noni bildiradi. To'g'ri. Lekin tarjima unaqa emas. I can't believe how large this hotel is. Ya'ni bu mehmonxona qanday kattalikdaligiga ishona olmayman degan ma'noda. Beryapti. To'g'ri keladi tarjimaga. 6 ni o'qing, Behruz. Art degani san'at asarlarimidi? Da, art degani san'at asari. This ice art is beautiful. It's fantastic. Okay. Uh, bu muzli san'at asarlari chiroyli. U ajoyib. Hop, yaxshi. Qaysinga to'g'ri keladi? Great camp. Great emas, great deng. Mana to'g'riroq bo'ladi. Ajoyib, Great. zo'r degan ma'noni bildiradi. Shunaqa tartibda bajarar ekanmiz. Tushunarli-ya? Ya'ni bu yerda paraphrasingni o'rgatyapti bola. Paraphrasing degani, ya'ni bitta so'zda ma'nosi o'zgaradi, lekin o'tiringlar. So'zda ma'nosi o'zgarmaydi, lekin sinonimlardan foydalanaverasizlar degani. Misol aytaylik, nima desak bo'ladi? Как differentni bu yerda o'rgandinglar-ku, ya'ni unusual degan ma'nosini yoki surprisingly degani bu yerda, ya'ni bad, in fact degan ma'nolari ma'no o'zgarmaydi, lekin o'zi so'zda o'zi o'zgarib ketishi mumkin. Shu narsani biz paraphrasing deymiz. Xo'p, endi reading passage qismi, ya'ni The Ice Hotel. Ya'ni bitta abzats to'liq o'qingchi, Dilrabo. Baland ovozda. Ovoz kelmayapti, Dilrabo. The Ice Hotel. Are you into skiing? Is winter your favorite time of year? If you like snow and ice, maybe you should stay at the Ice Hotel in Quebec, Canada. But you can only check into this hotel during the winter. Why? Because this hotel is made entirely of ice and snow. To'g'ri, zo'r. Talaffuzim yaxshi ketdimi, domla? Zo'r, zo'r, cho'tki. Bo'pti. Into skiing. Bunda into nimadirni yoqtirmoq. Bu yerda savol beryapti. Siz shang'il uchishni yoqtirasizmi? To'xtab turing. Sizga To'xtab turing. Bitta narsa o'rgatib ketaman. Bizda be into bilan keladi. Dilrabo, qarang. Be into degani biz to be bilan ishlatamiz degani. Tushundingiz-a? Prosta into emas. Ya'ni to be bilan dagina kelsa shunaqa bo'ladi. Qiziqmoq yoki shu narsani bajarishdan maza qilmoq degan ma'noda kelyapti degan. So'raylik, I am into sports yoki I am into cars deb gapirsam, ya'ni men mashinaga qiziqaman yoki mashinalarni jinnisiman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni to be dan foydalaning degani. O'shaning uchun bu yerda ham are you bilan beryapti. Ya'ni sportga, ya'ni chang'i uchishga qiziqasizmi degan ma'noda. Davom eting.
Qish sizni sevimli faslingizmi? Mhm. Yoki agar siz qorni va muzni yoqtirsangiz, balki siz Kanadada joylashgan, ya'ni Kanadadagi o'sha Kebekda joylashgan muz mehmonxonasida turishingiz mumkin deyapti. Turishingiz kerak. Keyin davom etib ketaveringmi domla? Aha, davom etavering, zo'r. Kerak? Ha, shu Mhm. ammo siz u yerga, ya'ni to'lov qilarkansiz, faqat qish mobaynida to'lovsiz bo'larkan u mehmonxonaga. Va nima sababdan? Chunki bu mehmonxona batamom, ya'ni butunlay o'sha muz va qordan yasaladi. Shuning uchun qishda to'lov qilasiz. Okey, yaxshi, zo'r. Hop, check-in deganda ro'yxatdan o'tmoq degani, ya'ni o'sha mehmonxonada turish uchun ya'ni bron qilib qo'yish degan ma'noda beryapti. Ya'ni misol aytaylik, ta'tilingizni bir oydan keyin yoki 3 oydan keyin rejalashtirayotgan bo'lsangiz, birorta mehmonxonani oldindan buyurtma qilib qo'yasiz. Shu narsani check-in deb ataymiz. Tushunarli? Ya'ni but you can only check in the hotel during the winter. Faqatgina qish mobaynidagina siz ro'yxatdan o'ta olasiz, deyapti. Hop, because chunki this hotel is made entirely of ice and snow. Xo'p, yaxshi, zo'r. Talaffuz chotki. Behruz, keyingi abzatsni o'qing. This amazing hotel is built every December. It has 32 rooms and 18 people can stay there each night. The hotel has a movie theater and art gallery and a church. Of course, all of these parts of the hotel are made of ice. In fact, all the furniture, art, lights, and even plates and drinking glass are made of ice. Okay, great. To'xtab turing. Mana uni hotel deb aytmang, mana. Hotel. Hotel deb ayting. Unaqa, Behruz. Hotel emas. Hotel. Hotel. Yo'q, unaqa emas. Hotel. Yumshatib gapiring. Hotel emas. Hotel. Keyingisi mana this holatida talaffuz qilsangiz bo'ldi. Tarjima qiling. Bu zo'r mehmonxona har dekabr oyida quriladi. Mhm. Unda 30 ta xona va 80 ta odamga anaqa bor. Qolish uchun nima bor deyapti. Mehmonxonada kino qola oladi deyaptimi? Har kecha, ya'ni each night degani har kecha uyda 80 ta odam qola oladi. Aha. Mehmonxonada kinoteatr, san'at galereyasi va cherkov bor. To'g'ri. Albatta, mehmonxonaning har bir qismi shu nimadan yasalgan ekan? Muzdan. To'g'ri. Aslida, in fact, Aslida shu san'at asarlari, shu chiroqlar va likopchalar va ichimlik nimalari, stakanlari muzdan yasalgan ekan. aha, hop, yaxshi. Qarang, all the furniture, ya'ni barcha anaqa mebellar, hop, ya'ni keyin san'at asarlari, lights, ya'ni chiroqlar va and evenda o'rni bor, bolalar, hattoki degani, ya'ni даже deb gapiramiz-ku. Hattoki, ya'ni hayratlanib gapiramiz, hattoki tarelkalar, ya'ni idishlar va ichimlik qadaqlari ham muzdan yasalgan deyapti, ya'ni ichimlik stakanlari degan ma'noda. Zo'r, yaxshi. Dilrabo, keyingi abzatsni o'qing-da. Because okay. Because this hotel is so unusual, it has become very popular. People from all over the world come to the ice hotel to look at the fantastic ice art, drink and eat from designer ice dishes, and experience the unique atmosphere. Some couples have even gotten married in the hotel's ice church. Aha, to'xtab turing. Mana atmosphere Qachon bo'ladi. To'xtab turing hozir. Atmosphere bo'ladi talaffuzida. Atmosfer emas, atmosphere. Keyingisi have even gotten married. Mana gotten deb olmanglar, ya'ni gotten yutoringlar iloji bo'lsa, ya'ni have even gotten married. Qolgani yaxshi, zo'r. Tarjima qilib oling.
Bu mehmonxona noodatiy, chunki u yer noodatiy bo'lgani uchun Mhm. bu mehmonxonada juda ko'p judayam mashhur. Bu mehmonxona judayam mashhur bo'lib ketgan, chunki bu mehmonxona noodatiy, To'g'ri. ko'p odam dunyoda ko'p odamlar Mhm. odamlar e, Dunyo dunyoni bo'ylab. mana Dunyo bo'ylab, ha? dunyoning barcha qismida, ya'ni dunyo Mhm. bo'ylab odamlar, ya'ni bu muz mehmonxonasiga kelisharkan, ya'ni Mhm. bu yerda look at ga qaramoqmi? Ha, tomosha qilmoq degan ma'noda ishlataveramiz ekan. Ko'rgani degan E, ma'noda. fantastik, ko'rgani kelisharkan, ya'ni fantastik muz rasmlari, suratlari bor ekan, keyin ichimliklar hamda taomlari ham o'sha idishlari ham hayratlanarli ekan, keyin muzdan qilinar ekan. Mhm. Experience nima desa bo'ladi, o'sha atmosferasi yagona experience, bu yerda tajriba ma'nosida Yo'q, fe'l holatda kelyapti. Ya'ni bu yerda hayratlanarli. yo'q, ko'zdan anaqa boshdan o'tkazmoq, kechmoq, ya'ni boshdan kechirmoq deymizmi? Shunaqa deymizmi? Ha, Ya'ni u yerga borgan odamlar o'sha yagona atmosferani ko'risharkan, guvoh bo'lisharkan, boshdan mhm. kechirarkan. Yana davom etavering. Keyin bir nechta juftliklar borarkanda, keyin o'sha cherkov qismida, muz mehmonxonasini cherkov qismida turmush qurisharkan, to'ylar bo'larkan. Ha, bo'ldi, hop. Endi to'xtab turing, men tahlil qilib beraman. Yaxshi, endi birinchi martasiga zo'r, baribir. Because this hotel is so unusual, chunki bu mehmonxona juda ham g'ayritabiiy, it has become very popular. Va u juda ham anaqa mashhur bo'lib ketdi. People from all over the world come to the Ice Hotel. Ya'ni butun dunyo bo'ylab insonlar bu muz mehmonxonasiga keladi. Ya'ni look at the fantastic ice art deyapti ekan. Ya'ni fantastik san'at, ya'ni muz san'at asarlarini ko'rishga. Endi keyingisi drink and eat deyapti ekan. Ya'ni ichmoq va eat, ya'ni yemoq deyapti ekan. From designer ice dishes and experience. Ya'ni dizaynlashgan, ya'ni muzdan yasalgan anaqa ya'ni ichi anaqa nima bo'ladi, idishlardan ovqatlangani yoki ichgani kelishadi. Va experience degani boshdan o'tkazmoq yoki boshdan kechirmoq, ya'ni the unique atmosphere. Ya'ni o'zgacha atmosferani his qilish uchun keladi deb aytamiz. Some degani bu bir yoki ba'zi deb gapiramiz. Some couples have even gotten married in the hotel's ice church. Bu yerda present simple de gapirib qo'ymang. Bu yerda present perfect de gapiryapti. Ba'zi juftliklar hattoki degani, hattoki even'da o'rni bor. Ya'ni mehmonxonani cherkovida turmush qurishgan deb tarjima qilamiz. Turmush qurishadi emas. Xo'p, Behruz, ya'ni Tushunarli. roomsgacha o'qing maytgacha. However, all the guests keep their winter coats on because of all the ice. The temperature inside the hotel is always between -2 and -5. Mhm. Surprisingly, sleeping is not a problem in the freezing cold hotel rooms. Tarjima. Every guest, however, nima edi? Nima bo'lsa ham edi. Biroq, ammo. Ha. Biroq mehmonlar ana shunaqa palto kiyib olarkan qishda. Mhm. Chunki mehmonxonada -2, -5 gradus bo'larkan. Mhm. Mhm. Hayratlanarlisi, sog' xonalarida uxlash muammo emas ekan. Mhm. Qolganini ham tarjima qilay. Xo'p, yaxshi, qarab turing. Talaffuzda bu however emas ekan, however. Ana however, right? However. Biroq all the guests deb gapiraylik, barcha mehmonlar keep their winter coats on, ya'ni o'zlarining qishki palto yoki kurtkalarini kiyib olishadi. Because of degani tufayli deb gapiramiz, ya'ni because all the ice, ya'ni barchasi, ya'ni muz tufayli.
The temperature inside the hotel, ya'ni mehmonxona ichidagi temperatura, ya'ni harorat har doim -2 va -5 daraja o'rtasida. Surprisingly, hayratlanarlisi, sleeping is not a problem in the freezing cold hotel rooms. Ya'ni muzlagan, ya'ni sovuq mehmonxona xonalarida uxlash muammo emas. Hop, Dilrabo, tugating endi oxirigacha. Domla shovqin emasmi? Yo'q, yaxshi. Shovqin bormayaptimi sizlarga? Yo'q, yaxshi, yaxshi kelyapti. Ha, o'qiyapman. Every guest every guest every guest gets a special cold weather sleeping bag and some fur blankets. Mhm. This keep them cozy and warm until morning. Hop, yaxshi. Mm. Tarjima. Har bitta mehmon o'zi bilan alohida o'sha sovuq ob-havoda uxlash uchun o'zlari bilan qop va qopi bo'larkanda maxsus o'zini Hop, Uh, va bir nechta fur blankets bu yerda haligi mo'ynali adyollarni olarkan. to'g'ri. Ular kiyib saqlaydi, ular ya'ni u odamlarni shinam va ertalab tonggacha shinam va issiq saqlar ekan To'g'ri, yaxshi. blanketlar. To'g'ri. Bu yerda blanket degani yoping'ich yoki ko'rpa degan yoki adyol degan ma'nosi ham bor. Fur blanket degani bu yerda mo'ynali degan ma'noda berilyapti. Sleeping bag degani Kavkaz sirasini ko'rganmisizlar? Ha? Nina boru, to'g'ri? Ko'rganmisizlar? Mm. Ya'ni ular toqqa chiqqanda nimada uxlaydi u qiz, to'g'rimi? Ana shu sleeping bag bo'ladi. Mana qaranglar, agar birorta misol atoqli otmasu, misol birorta ot ko'ryapsizlar, predmetli narsani ko'ryapsizlarmi? Shu unaqa internetga bersanglar chiqarib beradi. Rasmini ko'rsanglar yaxshiroq qoladida. Mana sleeping bag degani mana uxlaydigani. O'ranib, как zamovda shunaqa qadab oladida, uxlayveradi. O'rmon ichidami u farqi yo'q. Mana shu sleeping bag bo'ladi. Keyin mana Dilrabo bag deb qisqa holatda talaffuz qilingda buni. Bag emas bu. Bag desangiz bu tilanmoq, so'ramoq degan ma'noda bo'lib qoladi. Bu yerda bag bo'lishi kerak. Bag. Mana Bag. bag. Topdim. Bu ham mana qanday o'qiysiz bunda mana yomon desak. Bed bo'ladi bu. Bad bo'lmaydi, bad bo'ladi. Bad. Bad. I'm not bad. Xo'p, bed desangiz bu to'shak kravat degan ma'noda. Bu yerda esa bad bo'ladi. Bad. Ko'rdingizmi? Xo'p, qayerga keldik? Bo'ldi. Yaxshi bolalar, zo'r. Birinchi martasiga mana shunaqa holatda tahlil qilamiz degani. Bizda keyin 5 ta savol bor, ya'ni reading challenge, ya'ni reading passage qismiga aloqador. Birinchisi, what is the main idea of this reading? Ya'ni bu yerda har bitta unitda shunaqa savol turi keladi. Ya'ni qanaqa savol? Bu yerda readingning umumiy mohiyatini so'raydi. Tushunarli? Ya'ni umumiy gap nima haqida ketgan? Ta'kidlayman, bu yerdagi barcha javob, ya'ni reading ichida ketgan bo'lishi mumkin. Misol aytaylik, hammasi reading ichida ketgan bo'lishi mumkin, lekin bitta javob bor. Bizga readingga umumiy mohiyatini berish kerak. Mazmunini bera olish kerak. Tushunarli? Ya'ni asosiy g'oyasi nimada deyapti-da. Qaysi javob oldinglar shunda? B bo'lam? B. Hop. Bibl. Dilrabo, siz ham B oldingizmi? Men shunaqa oldim. Aha, to'g'ri. B javob to'g'ri. A javob, how the ice hotel is built. Ya'ni mehmonxona qanday quriladi deyapti ekan. Ya bizga ahamiyati yo'q bu yerda. Bitta joyda keltirilgan xolos, endi qanday qurilish haqida gapirmagan lekin. C da why the ice hotel is made of ice. Nimaga mehmonxona muzdan yasaladi deyapti ekan. Lekin muzdan yasalgan. Bizda savol qilib berayotgani yo'q, keyin bizga readingga umumiy mohiyatini bera olmaydi, mazmunini. O'shaning uchun ta'kidlab ketgan bo'lsa ham, chunki bu muzdan qurilgan deb gapirilmagan ham. Departed the service of the ice hotel, ya'ni muz mehmonxonaning xizmatlari. Xizmatlari haqida gap ketgan bizga. Misol aytaylik, ba'zi juftliklar, ya'ni bu yerda turmush qurishi mumkin deb gapirgan. Ba'zilar o'sha fantastik anaqa
art san'at asarlaridan ko'rgani kelishi mumkin yoki ichimlik ichishi mumkin, ya'ni muz idishlardan degan ma'lumotlar bor, lekin bizga umumiy mazmunini bera olmaydi. B javobda what makes the ice hotel special, ya'ni mehmonxonani nima o'zgacha qilib turadi deyapti. Ya'ni bu yerdagi barcha javoblar o'z ichiga olib ketadi. Ya'ni misol aytaylik, bu muzdan qurilganligi boshqa mehmonxonalardan o'zgacha qilib turardi yoki bu yerdagi anaqa xizmatlari o'zgacha qilib turardi. O'shaning uchun B javob butun readingni mazmunini olib olyapti. Tushundinglar nima deganim hozir? Ha. Bo'ldi. Ikkinchi savolni o'qing, Dilrabo. What can you do in the hotel? Aha, hotel. Okay. Tarjima. Tarjima ham qilaymi? Hmm. Mehmonxonada nima qilishingiz mumkin? Nima qila olasiz? Qaysi Bunga javob D oldim. qiladi? Chunki hamma javob to'g'ri ekanda, D oldim. All of the above, yuqoridagi barcha javob to'g'ri. To'g'ri, yuqoridagi barcha javob to'g'ri keladi. Ya'ni watch a movie, chunki bu yerda teatr bor edi, rostdan ham. Keyin esa eat an interesting meal, ya'ni qiziqarli yoki o'zgacha taom yeyish, shunaqasi ham bor edi. Get married. Bu yerda ya'ni cherkov ham bor edi. Bu yerda turmush qurish ham mumkin. O'shaning uchun yuqoridagining barchasi to'g'ri keladi. 3 o'qing, Behruz. Why is sleeping not a problem at the hotel? Hop, tarjima qiling savolni. Ha, mehmonxonada nima uchun uxlash muammo emas? Hop, nimaga ekan? C javob bo'ladimi? The sleeping bags are warm. Ha, ya'ni uxlash Ha, xaltalari yoki ash- sumkalari issiq. iliq. Iliq Hmm. yoki issiq. Aha, qolgan javob to'g'ri kelmaydi. The rooms are warm. Yo, unaqa emas. O'zi erib ketib qoladi. The temperature is Hmm. -2. Yo'q, unaqa. Shunaqa, lekin bu yerda nimaga muammo emasligini so'rayapti. The furniture is warm. Ya'ni mebellar issiq deyapti ekan. Yo'q, unaqa emas. To'rtinchisi Dilrabo. In which part of the hotel would you probably find the ice plated? Plates emas, plates deng. Mehmonxonani qaysi qismida? Plates. Tarjima. Faqat. Mehmonxonani qaysi qismida siz o'sha muzdan yasalgan tarelkalarni topishingiz mumkin deyapti. Hop. Bunga B bo'ladi. The restaurant. Restaurant. To'g'ri. Ya'ni taomlanadigan joyda nazarda tutyapti-da. Ya'ni ovqatlanadigan joyda albatta o'sha tarelka idish tovoq topadi-da. Keyin bitta narsaga e'tibor beringlar bolalar. Mana shunaqa savol kelib qoladi. Probably degan narsa borda. Probably degani ehtimol, balki deyapmizda. Bizda именно restorandan topasiz deb gapirmagan. Bunga o'zingiz taxmin qilib aytishingiz kerak bo'ladi bunaqa savollarga. Ya'ni o'zingiz fikrlaysiz. Ya'ni probably degan ehtimol qaysi qismidan topish mumkin deyapti. Siz nima deb javob berasiz? Anaqa taomlanadigan joy albatta restoran olaman degan ma'noda. Bu yerda reading challenge ichida, ya'ni faktichni gapirib ketmaganda, o'shanga savolga e'tibor beringlar. Probably degan narsasi bor. Behruz 5 o'qing. What do you think happens to this hotel in the spring? Okay. Sizningcha bahorda mehmonxonaga nima bo'ladi? Erib ketami? B javob it melts. Melt deb yodlab olinglar shu holatda. Men mashina yodlaganman. Misol, erimoq degan fe'lni melt tashini yodlaganman, ya'ni erib ketadi rostdan ham. Keyin mana what do you think degani sizningcha, ya'ni nima deb o'ylaysiz? Bahorda nima bo'ladi? To'g'ri. Zo'r guys. Bizda idiomatic expressionslar bor, ya'ni iboralar. Be into degani, ya'ni to be bilan keladi. Enjoy doing degani. O'sha narsadan bajarishdan zavqlanmoq degan ma'noda, ya'ni yoqtirmoq, qiziqmoq degani. Checking degani bu yerda ro'yxatdan o'tmoq. Hop, make out of degani dan yasalmoq. Bu yerda passive voice bilan gapiryapti bolalar. Ya'ni majhul nisbat bilan. Mana yerda ham majhul nisbatda gapirib ketgan. Yaqinda o'tib berdim bu mavzuni. Ya'ni this amazing hotel is built every December. Ya'ni bu ajablanarli mehmonxona har dekabrda quriladi deyapmiz. Bu yerda kim quradi, qaysi quruvchi quradi deb gapirmagan. Bizda asosiy e'tibor qurilishi. Ya'ni bu yerda mana uni gapda egasi amazing hotel deb olmanglar. Ya'ni bajaruvchi shaxs gapda egasi bo'la oladi xolos. Bizda ya'ni object bo'lib turibdi bu yerda. Buni bajarish kerak emas sizlarga. Bizda orqadagi ya'ni 10 ta jumlani bajarib qo'yishinglar kerak tarjima qilib. O'qing birinchisini Dilrabo.
Domla mana summary deganimi? Yo, summary'ni o'qimang. Summary bu xulosa. Bizga kerak emas. Uni bajarishingiz kerak emas. Bizda orqasida 10 talik jumla bor. Ya'ni ABC olib qo'yishimiz kerak. Mana topdim shekil. He Rowling, he has every book she has written. Written. Okay. Shumi domla? Ha, shu ekan. To'g'ri. Written. Bunga been oldim. Hop. Is into bo'ladi. Tarjima qiling. U Rowlingni yoqtiradi. Mhm. Unda u yozgan odamda qizi har bitta kitob bor ekan. Aha, ha mayli. Hali biz relative clause o'tmadik. Bu shunga aloqador mavzu. He has every book she has written. Ya'ni unda u yozgan har bitta kitob bor. Yoki hamma kitob bor deyapti ekan. Xo'p, yaxshi. Yoqtiradi yoki qiziqadi desangiz ham bo'laveradi. Ikkini o'qingchi, Behruz. It's so cold outside that the water has turned to ice. Turn- Tashqari sovuqligida suv muzga aylanadi. Aylandi. Aylanadi emas. Aylandi. Ha, present perfect bilan gapiryapti-yu. Turn to'ni bilib olinglar shunda. Ga aylanmoq, qandaydir shaklini degan ma'noda agregat holatiga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni ga aylanmoq. Mana shu holatlarda yodlab olinglar bolalar. Aylanmoq. Yaxshi. Keyingisi, Dilrabo. 3. Picasso painted Borum pictures. I qanaqasiga? Domla tushunmay qoldim hozir. O'tirib turing. Hop. Designer bo'ladimi? Unique. Ha, Picasso, o'sha ya'ni Picasso tarjima yagona qiling. rasmlar O'zgacha chizdi. suratlar chizganni deymiz, a? Xo'p, warm degan issiq-ku, to'g'ri kelmaydi bu. Behruz, 4 o'qingchi. Many people enjoy the atmosphere in that Restaurant, okay. restaurant. Ko'p odamlar mehmonxonani atmosferasida zavqlanishadi. Qanaqa mehmonxona, o'y? Uxlayapsizmi siz? In that restaurant Restoran. deyapmiz. Restoran. Ko'p insonlar bu restorandagi atmosferadan zavqlanishadi deyapmiz. Ya'ni как restoranda atmosferasi degani ichki ko'rinishi, musiqasi bo'lishi mumkin yoki vibe deymizmi? Vibe deb gapiramiz-ku. O'shandan zavqlanishadi. 5 o'qing, Dilrabo. I really like The Matrix. It is a fantastic movie. Fantastic movie, okay. Haqiqatda Matrixni nima deysiz domla? Как fantastic deb atingda. Fantastic emas, fantastic. Fantastic. Hop, tarjima qiling. Haqiqatda Matrixni haqiqatda Matrixni yoqtiraman. U fantastik kino ekan. To'g'ri, qolgani to'g'ri kelmaydi. 6 o'qing, Behruz. That house is made of wood. Bu uy yog'ochdan yasalgan. Aha, to'g'ri. Biz esinglarda bo'lsa, make off degani dan yasalmoq, ya'ni off bilan ergashib kelish kerak. Yasamoq deb aytaylik yana. Bu yerda endi passiv voice'da kelyapti. Ya'ni bu uy yog'ochdan yasalgan. Bu kanunda ham bor edi. Peter Pan'da o'qiganinglarda ham bor edi. Ya'ni uni kiyimlari barakdan yasalgan yoki barakdan tashkil topgan deb yodlaganmiz-ku. Xo'p, 7 o'qing, Dilrabo. In very cold countries, people sometimes wear fur coats. Okay. Ba'zi mamlakatlar juda ham sovuq, odamlar ba'zida mo'ynali paltolar kiyishadi. To'g'ri. Xo'p, talaffuzda qarang. Wear emas, wear desangiz to'g'riroq kelsa kerak. Wear, kiymoq.
Keyin siz in very cold countries deyapsiz. Ya'ni ko'p mamlakatlar sovuq emas. Ya'ni juda sovuq mamlakatlarda bo'lyapti. Tushunarli? U ko'p mamlakatlar sovuq emas. Ya'ni juda sovuq mamlakatlarda. Bu tarjimasi. 8 Behruz. I gave her some flowers. She was surprised. Mhm. Men unga gullar berdim. U hayratlandi. Hayratlanib ketdi. Hayratlanib ketdi. Hayratlandi desangiz ham to'g'ri. Xo'p, yaxshi. Bu yerda sommasi some deb o'qing. Behruz, some. I gave her Some. some flowers. U hayratlanib ketdi yoki hayratlandi. Yaxshi. Dilarabo, 9. It is so cold today. Yes, it is freezing. Bugun Mhm. havo sovuq. Ha, juda ha, izg'irin. Da, muzlatadigan, o'ldiradigan sovuq degan ma'noni bildiryapti. Hop, Behruz, last one, oxirgisi. Uh, it is unusual for me to go dancing. Actually, I don't dance well. Aha. Men raqsga yaxshi tusha olmayman. Bu men uchun anaqa noodatiy. Da, g'ayrioddiy yoki men uchun g'alati. Aslida men anaqa yaxshi raqsga tushmayman deyapti. Bu dansmikan yoki dansmikan, a? Ko'raylikchi, nima deyapti ekan. Dance. Dance ekan, to'g'ri. Xo'p, bo'ladi bolalar, zo'r. Birinchi martasiga gap yo'q. Hop. Keyingi safarga sizlarga food first bo'ladi, ya'ni dastlabki ovqatlar degan ma'noda yoki taomlar. Ta'kidlayman, birinchi shu 6 ta jumlani bajarib, mana so'zlari chiqmagan so'zlar, bilmaydigan so'zlarni yodlaysizlar. Keyin bajarsanglar yaxshiroq bo'ladi. Bu yerda reading passage qismi. Xo'p, keyin 5 ta savol bor bunga oid. Buni bajarasizlar. Mana aytib ketay mana. Find out degani bilib olmoq deb yodlaylar mana. Bilib olmoq. Bilib olmoq deb yodlaymiz ya'ni. Find out, bilib olmoq, o'rganmoq degan ma'noni bildiradi. Topmoq deb olmanglar, bu phrasal verb, ya'ni find out. Xo'p, keyin esa catch on. Catch on degani ommalashmoq yoki mashhur bo'lmoq degan ma'noda keladi. Xo'p, keyin esa dig in degani, ya'ni rohat bilan yeyishni boshlamoq, ya'ni maza qilib yeyishni boshlamoq, ya'ni ovqatlanishga nisbatan. Eh, mm, bek, Maza qilib taomlanishni boshlamoq deb yodlaysizlar. Maza qilib taomlanishni boshlamoq. Hop, bu holatni bildinglar. Buni bajarmaysizlar. Mana summary kerak emas sizlarga. Bu ham kerak emas va orqadagi 10 tasini chiroyli holatda bajarib, chiqmagan so'zlar yodlab tarjima qilasizlar. Shu keyingi safargi vazifa. Reading bo'yicha. Savollar yo'qmi bu bo'yicha? Yo'q. Bo'ldi, yaxshi unda. Dilrabo, sizdachi? Yo'q, damlar. Hop, yaxshi unda. Zo'r.